Assalomu alaykum azizlar. Bugun biza Qashqadaryoga kelib eng qadrdon do'stlarim, akalarim bilan uchrashdik. Chiyalidamiz. Qashqadaryoning Chiyalisini bilmagan odam nima edi? Yaqinasi bilan biladi. O'sha joydamiz. Institutda o'qigan kursdoshim Asliddin. Birgalikda mana bugun xizmatlarda ham yonimda turib, mana birgalikda Chiyalini aylanib yuribmiz. Mana Ramazon akam ham eng oldi nima deydi? Boshlovchilardan diktor deydi bizada. Shunaqa. Rahmat sizlarga ham mehmon do'st qildinglar. Yana bizga taraflarga ham borasizlar. Xudo xolisa zo'r amal qilib Toshkentda hali ko'p ijodiy ishlar qilamiz birgalikda. Sizlarga ham katta rahmat. Ijodingizga omad. Chiyalilar bormi? San'atkorlar, Chiyazordag'lar. Chiyalilar, san'atkorlar. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ijodlarga, san'atga hammaga omad, do'stlarimga ham omad. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Charchamang.